Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Müşahtanlar xeyirlik bo'lsin. Python dastlabki seviye programlalash darsining 9-chi qismiga mana hoş geldinglar. Ko'rayotganlaridek biz oldingi darsimizda, ya'ni 8-chi qism darsimizda biz birlikda if jumlasini o'rganib chiqqandik. If jumlasini o'rganib, darsimizning eng oxirgi qismida 70 ni 70 ga teng emas degandan keyingi ijro qilmaslik sababini kelar soatda o'rganib chiqamiz degandik. Biz bugungi soatimizda dal buni o'rganamiz. Buning o'zini biz rasionallik qiymati deb ataymiz. Qanunda olsa biz birlikte paycharm açıp bununki tepsilerini görüp çıkayla. Hoşunda biz aldığımız mezmunu biraz tekrarlayıp ötkendan keyin aldığımız mezmuna bağlap bugünkü yangi mezmunumuzni görüp çıkayla. Yani biz bunu icra qilgandan keyin hamda qaraydigan bo'lsanglar x'ning o'zgaruvchi qiymati 70, y'ning o'zgaruvchi qiymati 10. Unda bo'lganda agar x'ning o'zi 70 ga teng emas, ya'ni teng turib teng emas deb yozgandan keyin icra qilib qolsang yolg'on deb icra qil dedim. Unda bo'lganda agar y'ning o'zi 10, ya'ni 10 ni 10 ga teng deb yozdim. Haqiqatan shunday bo'lsa rost deb chiqadi dedim. Qarasanglar, men yerga icra qilgandan keyingi xulosa rost shunda bo'lganligi uchun rostni chiqadi. Hamda men yerda 70 ga teng emas deganning o'zi yolg'on bo'lganligi uchun ijro qilmadi. Biz darsimizning beshida bugun rost yolg'onlik qiymatini o'rganamiz degan to'q. Hamda qaraydigan bo'lsak, rost yolg'onlik qiymatining o'zini mana shaklda ko'rib chiqaylik. Rost yolg'onlik qiymatini bir taraf qilgan sonliq ma'lumot uchun true bilan false dan iborat ikki xil bo'ladi. Selishtirish mashg'ulotini ishlatib shart ifodalagan vaqtda rost yoki ifodalamagan vaqtda yolg'on bu shaklda ijro bo'ldi. Qaraydigan bo'lsanglar, biz bu yerda bir shart qo'ydik. İfodalagan vaqtda, ya'ni ifodalayalab qolsa yolg'on. Ma'no o'xshash ifodalayalab qolsa rost deb chiqargan qildik. Hamda ma'noning o'zi yolg'on bo'lganligi uchun, ya'ni ifodalanmadi, uningdan keyin chiqarilmadi, ya'ni ijro qilinmadi. Shu shaklda tushunasizlar bo'ldi. Hamda biz bu yerdagi true bilan false ningki amaliy shaklini ko'rib chiqaylik. Hamda qaraydigan bo'lsanglar, bu yerdagi true ningki boshlanish harfi, ya'ni T cho'ng, ostidagi false ningki F cho'ng. Bu şekilde bilvasanlar bo'ldi. Endi biz true bilan false'ni oldingi mazmunda o'rganib chiqqanimizdek teng va yoki teng emas shaklda biz ko'rib chiqaylik. Masalan, print 10 teng 10. Bu holatda ijro qilsak, qarasanglar true. Ya'ni 10 bilan 10 teng bo'lganligi uchun bu yerda true deb chiqaradi. Endi buni dal aksicha print 10 teng emas 10 bu shaklda yozaylik. Qarasanglar bu mana şekilde yolg'on. Ya'ni 10 bilan 10 amaliyotda teng, lekin biz bu yerga teng emas iborasini qo'ygandan keyin bu shaklda teng yoki teng emas deb chiqadi. Biz yana birlikda farqli misollarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, masalan 3 ko'paytirilgan 3 teng 3 ko'paytirilgan 8. Qaraydigan bo'lsak, print 3 qo'shilgan 5 teng emas 5 qo'shilgan 5. Hamda qaraydigan bo'lsak, biz o'rganib chiqqanimizdek ko'paytirish bilan qo'shish amalini biz birlikda ishladik. Ko'rib chiqaylik. Qaranglar. False, false, true. Ya'ni 5 ga 5 ni qo'shsak 10, 5 ga 3 ni qo'shsak 8, 10 ga 8 teng bo'lmaganligi uchun bu yerda rost. Undan keyin 8 ga 3 ni ko'paysak 24, 3 ni 3 ko'paysak 9, bu ikkisi teng deb yozganligimiz uchun bu yerda yolg'on. Ya'ni false deb chiqaradi. Shuna o'xshash biz bu yerga farqli ifodalarni qo'llana olamiz. Qaraydigan bo'lsanglar bu shaklda. Xo'sh, unda o'zi biz true bilan false ningki nimaga ishlatilganligi va qanday narsa ekanligini ko'rib chiqdik. Hamda biz birlikda shu rasionallik qiymatini bir taraf qilgan vaqtda ishlatilgan belgilarni, ifodalarni ko'rib chiqaylik. Hamda men buningki rasionallik qiymatini ijro qilib ko'rishdan ilgari sizlar darhol darsni to'xtatib, qalanlarni hisoblab buningki natijasiningki true bilan false, ya'ni qaysining true, qaysiningki false ekanligini ayırıp bakınlar, onun için dersini almıştır koysanlar buldu. Bunu da siz birlikte icra görüp bakayla. Qaraydigan bo'lsanglar aslidin keleyli false. Yani 2 ga 10 ni ko'paytirdik, kichik yoki teng 15 dan. Yani 2 ga 10 ni ko'paytirsak 20, 20 15 dan kichik bo'lanmaydi yoki tengmi bo'lanmaydi, shunlashqa false. Endi qaraydigan bo'lsanglar 8 ni 4 ga bo'ldim. 2 chiqadi, 2 5 dan kichik debdi. Bu ya true, yani to'g'ri. Uningdan keyin qaraydigan bo'lsanglar, bu yerda yani true debdi. 4 ga 5 ni qo'shsak 9, 9 6 dan cho'ng va yoki teng. Qarasanglar, cho'ng bo'lganligi uchun bu yerda true debdi. Hamda yana qaraydigan bo'lsanglar, 2 6 dan cho'ng debdi, bu yolg'on. Ya'ni 2 6 dan kichik, shunlashqa bu yerda false, ya'ni yolg'on. Hamda sizlarda bo'lishi mumkin, oldingi soatlik darslarimizdan birida misol elib 1 kilo olmaning bahasi 5 lira, men 10 kilo olma sotmoqchi, buningki
qancha pul bo'lganligi yoki menda qancha pul bo'lish kerak ekanligini hisoblab ko'rishni o'rganib chiqqandik. Endi biz bugungi o'rganib chiqqan shu selektorma mashg'ulot orqali olma setib oladigan yoki setib olmaydiganligimizni ko'rib chiqaylik. Masalan, yanchug'imizda borning o'zi 50 lira, 10 kilo olmaning bahosi 50 lira. Undaq bo'lgan vaqtda 50 lira cho'ng yoki tang 10 kilo olmadan. Bu shaklda bo'lib qolsa, olma setib olasiz, ammo yanchuq pul qolmaydi. Bu shaklda chiqarganligini biz yozdik. Ya'ni to'g'ri bu yerdagi. Cho'qim biz setib olmoqchi bo'lgan narsaning sommasidan yanchuqimizga pul ko'p bo'lsa setib olamiz, oz bo'lsa setib olmaymiz. Shunlashqa bu yerda buni hisoblab ko'rib boqaylik. Qaragan bo'lsanglar, biz 50 lira pulimizga 10 kilo olmani setib oladi ekanmiz. Bu yerda biz if bilan selektorma jumlasi orqali mana rasional qiymatni ayirgandan keyin setib oladigan bo'lishqa, ya'ni 50 lira 50 liraga tang yoki cho'ng bo'lganligi uchun mana shaklda chiqdi. Agar bevasi mana tanglikni desak, ya'ni ijro bo'lmaydi. Masalan, tang elbetayli ko'raqlanadek, ya'ni false holatda ijro qilib buni chiqarmaydi. Chiqarmaganlik uchun bu yerda biz setib olmaymiz. Hamda biz mushunday munosabatlik tafsilotni kelar satib birlikda ko'rib chiqaylik. Undan sonra dersimiz müşahede bo'lsin. Texim ko'p qarindoshlarning foydalana olish uchun darslarimizni o'zaro tavsiya qilib qo'yishni, texim yaxshi bo'lgan darslarni ishlay olishimiz uchun qonunimizga ergashishlar birga darslarimizga bosh barmoq bosish orqali yoqtirishni unutmag'aysizlar. Allohga omonat.